Assalomu alaykum aziz bizni kanalimizni kuzatuvchi do'stlar, birodarlar, hurmatli mahalladoshlar, hurmatli tumanimiz ahli. Sizlarga bugungi efirimiz biroz ana shu ko'mak so'ragan holda bitta efir uzatmoqchimiz. Kimda kim baholi qudrat o'zlaridan ortishgan bo'lsa, ko'nglidan niyat ehsonlari bo'lsa, yordam qilishlaringizni so'raymiz. Azizlar, bu kim uchun? Ana shu Qorasuv mahallamizda Chorakani hamma taniydi. Butun umr ana shu eldi xizmatida bo'lgan. Bular sulolasi bilan shunday bo'lgan. Ota-bobosi ham shunaqa bo'lgan. Bular eldi xizmatida xizmat qilib yurgan bolalar. Mana shu bugun boshlari yostiqqa tegib, hattoki nima deydi, birovdan bir narsa so'rashdi, or biladigan bolalarda men o'zim kelib, shu bugun mana shu seni xalqing bor, atrofda do'stlaring, birodarlaring, seni taniydigan odamlar bor deb mana shu efirni qilyapman azizlar. Lekin bu ham bir sinovli dunyoda azizlar, mana shu musulmonga bir yordam qilsa, inshaalloh uni mukofotlarini 10 barobar, 100 barobar qaytaraman degan o'sha hadislarimizda yozilgan azizlar. Mana Chorakamiz, siz bilgan, men bilgan mana Choraka. Mana shu bugun boshlari yostiqqa tegib qopti. Aziz mahalladoshlar, aziz tumandoshlar, kimki mana shu baholi qudrat biz karta qo'yamiz azizlar. Mana bu ukamiz nasib bo'lsa operatsiya bo'lish kerak. Albatta hozir endi meditsinani tushunasizlar. Kerak bo'lsa chet el konsultatsiyalari bilan bo'ladigan narsa. Birozgina pullar yetishmaydi azizlar. Kelinglar do'stlar, mana shu ham qishlog'imizga, ham yurtimizga mana shu bir ko'maklashib, inshaalloh oyoqlarga turib, to'y tomoshalarda xizmatlarini davom ettirib yurish nasib qilsin mana shu ukamizga, shu yigitga. Hali ukamizni yoshlari ham 53 ta bo'ldimi, 52 da bo'ldimi shunaqa azizlar. Mana shunday zabardast yigit mana shu yostiqqa bosh tegib qoldi bugun. Do'stlar, sizlardan mana shu murojaatlarimizda to'g'ri tushunasizlar, baholi qudrat ko'mak berasizlar degan ilinjda efir qilyapmiz. Chorakamni nasib bo'lsa qayerda bo'ladi kelin? Termizda. Nima gaplaringiz bor? Ayting, mahalladoshlaringiz, birodarlaringiz, qo'ni qo'shnilaringiz, hamyurtlaringiz eshitib turibdi. Bu bir gunoh ish emas birovdan ko'mak so'rash. Kelin, gapiringchi. Ozgina mablag'da qiynalib qoldik mahalladoshlar. Iloji boricha xo'jayinimning yaxshi bo'lib ketishiga yordam bersalaringiz, ming rahmat aytaman sizlarga. Siz bizga bersalaringiz, Xudo sizlarga nimaga bersin. Xo'jayinim yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi. Yordam qilinglar. Azizlar, xulosa sizdan har birimiz kerak bo'lsa mana shunday ahvolga hech kim tushmaydi degan hech kim kafolat bera olmaydi. Bir-birimizga muhtoj bo'lib turibmizmi bu sinovli dunyoda? Mana shu Allohning bir sinovlari bu. Keling bir-birimizga ko'mak qilaylik, yordam qilaylik. Birodarimizni yana safimizga qo'shib to'y tomoshalarda xizmat qilib o'ynab yurishlik nasibi ro'z aylasin. Azizlar, men bu shu videoni qo'yyapman ijtimoiy tarmoqlarga. Hech bo'lmasa layklar bilan, videoni uzatish bilan, podelitsiya qilib boshqa kanallarga bir-birimizga ulashishimiz ham o'sha katta ehson bo'ladi. Ko'proq odamlar tomosha qilsa, ko'proq homiylar yoki bo'lmasa shunday bir ehson niyatdagi odamlarga yetib boradi. Azizlar, biz bilan kuzatishni davom eting. Biz kartani qo'yamiz ekranga, karta raqamlarini. Sizlardan albatta yordam kutib qolamiz.